Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki Sahih Buxari namlı kitabida biz namaz hakkında ders okuvatkan edik. Bugünkü bu babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh pürkencinin namazda boyanga esi biliş yoki boyanga bağlı biliş, artı biliş hakkında bab koyaptı. Bu vaqtda Abu Hazim degan kishi Sahl ibn Sa'd degan kishini rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Hazim bo'lsa bu tabiinlarniki biri, ismi Salamat ibn Dinar nomi bilan mashhur. Madinadagi ayni vaqtdagi davrlarda sahobalar zamonasida, saodat zamonida Madinaning katta shayxi bo'lgan, katta voiz, o'z davridagi nihoyat ulgulik peshqadam imomlarniki biri. Bu kishi Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Umar qatorliq shu sahobalar davrida tug'ilgan. Shunglashqa bu Sahl ibn Sa'd shuadagi cho'ng katta tabiinlarda bu kishi o'qigan. Bu kishiniki hamda shogirdlaridan Ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri deymiz va uningdan boshqa Malik ibn Anas. Malik ibn Anas bo'lsa Imom Darul Hijra nomi bilan mashhur. Bu kishini hamda ulamolar baho bergan vaqtida ishonchlik degan hadis muhaddislarniki bu buyuk bu nomini bergan. Jumladan Ahmad ibn Hanbal qatorliq kishilar bu kishiga ishonchlik degan kishilar bahoni bergan. Bu kishimi o'z davridagi cho'ng katta hikmat sohibi. Bu kishiniki mashhur so'zlaridan mundaq bir so'z qilib qolgan. Bu kishi shunday deydi: din va dunyoninki ishlari bir kundan kunga murakkab bo'lib ketib bordi, ig'ir, qattiq bo'lib ketib bordi degandan keyin boshqalar qanday deb so'ragan ekan. Ammo diniy masalaga kelsak, dinga yordam beradigan, dinni qo'llaydigan yordamchi topolmaysan deydi. Ammo dunyo masalasiga kelsak, qanday bir dunyo qo'lingni uzatsang, bir fosiq, fojir shu dunyoga sendan burun oldiga kirib shu qo'lni so'zab egallab bo'lgan deydi. Bu bizning zamonimizga tushadigan gap emas. Bu zot Hijriyaning 133-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Lekin ba'zanlar 144 degichilar bor, 40 degichilar bor. Muhim masala bu odam miladiya shu 757-yil atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Demak, bu kishi o'z davridagi dangliq kichik tabiinlar qatoriga kirdi. Bu kishi bu hadisni o'ziniki ustozi, birdan bir ustozi Sahl ibn Sa'd, sahobalar ichida birdan bir hadis rivoyat qilgan ustozi Sahl ibn Sa'd degan kishi. Hamda Sahl kim o degan vaqtida Sahl ibn Sa'd ibn Malik al-Ansari. Bu kishi Hijriyadan 8 yil burun tug'ilgan. Ya'ni Payg'ambar alayhisolatu vassalamga payg'ambarlik kelib 3-4 yil jarayonida tug'ilganda bu odam. Hijriyaning 91-yili, miladiya 710-yilga kelgan vaqtida o'lib ketgan. O'zi nihoyat uzun umr ko'rgan sahobalarning biri. Dadasidan yetim qolgan. Chunki dadasi Sa'd ibn Malik degan sahoba Badr g'azotasiga chiqishga tayyorlik qilayotgan vaqtida og'rib qilib Badr g'azotasiga chiqolmay o'lib ketgan. Shunlashqa Janob Rasululloh bu kishiga Badr g'azotasiga qatnashgan sahobalar qatorida bu kishiga g'animat bergan. Ammo o'g'li dadasiniki yo'lini davom etib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga 18 yosh vaqtida taxminan Tabuk g'azotasiga Rasululloh bilan birga qatnashgan. Shu Tabuk g'azotida sahobalarniki eng kichki hisoblanadi bu kishi. Uningdan boshqa shu 4 xalifalar davridami o'ziniki ajoyib zo'r xizmatlari bor. Masalan, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bilan to'ga urush kuni birga bo'lgan, shu urush qatnashgan. Hajjaj ibn Yusuf Saqafi Madinaga 73-yil kelgan vaqtda, Hijri 73-yili. Shu Sahl ibn Sa'd degan kishini shu odam avatib, uningga sen nimishqa ayni vaqtida Osmon ibn Affonga yordam bermagan deb so'roq qilayotgan. Lekin bu kishi men yordam qilgan desa, bu Hajjaj desa yolg'on aytding deb bu sahobaga rahim qilmasdan bo'yniga tomg'a urib atgan qo'g'ishini. Endi bu kishi nihoyat uzun umr ko'rgan kishi bo'lib, tarixda 100 yoshga yaqinlashgan deyildi. Endi Madinada sahobalar ichida, Madinadagi sahobalarning ichida eng oxirida o'lib ketgan kishi. Madinada qilib qolgan sahobalar ichida eng oxirida qilib qolgan kishi mana shu. Bu kishiningki hadis ilmida adamning nomida qoldirilgan 188 dan hadisi bor. Mana bu ajoyib zo'r natija bu. Shunlashqa bu kishi o'ziniki shogirdlari ichida Abu Hurayra qatorliq sahobalar bu kishiniki shogirdi hisoblandi. Tabiinlar ichidan masalan Muhammad ibn Muslim Shihab az-Zuhri deymiz, Said ibn Musayyib deymiz va uningdan boshqa katta muhaddislar o'z davridagi tabiinlar bu kishiniki shogird bo'ladi. Bu kishiniki ismi Sahl degan o'ng'ay, oson degan ma'noni bildirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir odati yaxshi ismlardan bir xil umidvor
holatda bir umidlik yashaydi. Bir xil nachar, ma'nisi qo'pol bunday ismlarni ko'rsa Rasululloh darhol buni nihoyat yaxshi ismlarga o'zgartirib qo'yadi-da. Mush kishining asli ismi Huzn ekan. Huzn degan g'am qayg'u degan gap, g'amkin, g'am qayg'u degan bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishining ismini qulay, oson degandek, sahl ma'nisidagi bu ismni, qulay ma'nisidagi bu sahl degan ismni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiga sovg'a qilgan. Endi mush Sahl ibn Sa'd degan sahobalarning o'rtoq bir qilayotgan qilmishini rivoyat qilib, bayon qilib mundaq deydi. Sahobalar Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan birga sahobalar namoz o'qiydi. O'zining purkanjilarini bo'yallariga otib olgan holatda deydi. Purkanji degan hozirgi shu Moritaniyalikniki kiygan bir kiyimi bor, uzun. Shunday kiyimlarni biz asosan bu purkanji deymiz. Ton, plaj degandek, tashqi kiyim degandek bu ma'nolarni bildirdi. U vaqtda ham asosan o sahobalarniki turmushlari nihoyatda g'urgul, kambag'al qadamlar. Hozirgidek mesela rahlar kiyimlar nihoyat to'liq emas. Shunlashqa bu kiyimlar, rahlar bak qimmat, iqtisodiy kirimi nihoyatda asta, to'van. Shunlashqa bularning biri ikki tal kiyim, bir tal kiyim bo'lgan sahoba mushakkat sahoba bo'lib ketgan ayni vaqtlarda. Demak, bunlar mushlar bir tal purkanjilar namozni o'qiydi degan bo'ldi. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 352 numurli hadisda mundaq deydi. Bizga Ahmad ibn Yunus degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Ahmad ibn Yunusning ismi Ahmad ibn Yunus ibn Abd ibn Qays Tamimi al-Yarbu'i nomi bilan mashhur. Bu kishi 227-yilda Kufada o'lib ketgan. Bu kishining tarjimali boshda Kitabul Imonda o'tab bo'lgan. İmam Buxoriyninki ustozlarininki biri. Bu kishi deydi, bizga Asim ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Asim ibn Muhammad bo'lsa Umar ibn Xattob roziyallohu anhuninki chavirlarininki birisi. Bu kishining tarjimalimi o'tgan. Bu zot deydi, menga Vaqid ibn Muhammad degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Vaqid ibn Muhammad Asimninki inisi yoki oksi bo'ladi. Bir tuqqan bo'lar. Bu kishi Muhammad ibn Munkadir degan kishidan. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tgan mashhur tabi'in. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu tarif suyini quyib berganligi haqida bo'lib o'tgan. Bu kishi deydi, Jabir roziyallohu anhu bo'yniga shunda bog'lab, bo'yniga otib olgan bir purkanji bilan namoz o'qigan edi. Vaholanki kiyimlari osqichga esib qo'yag'liq, boshqa kiyimlari kiyim osqichga esib qo'ygan. Bir odam debdi-da Jabir ibn Abdullahga, "Birlan purkanji bilan namoz o'qiyotamiz" degan vaqtida Jabir ibn Abdullah javoban, "Sendek ahmoqlarni ko'rsin deb shunday qildim" deb javob bergan. Bu yerda ahmoq degani ayıplagan ma'noda emas, nadonlar, bilmaydiganlar degan mazmunda tushunsak bo'ladi. Payg'ambarimizning zamonasida qaysimizning kiyim bo'lardi? Biz şu burun açta o'qigan Rasulullohning zamonasida. Hozir endi biz ish kiyimlik bo'lib pul topdik demoqchi. Demak bu hadisda o'ziniki butun avratlarini to'liq yopgan ahvol ostida bir kim bilan namoz o'qisa bu yerda durust degan ma'noni bildirdi. Lekin bugungidek masalan odamlarning kiyimlari nihoyatda to'liq bundaq paytlarda imkon bor. Nihoyat o'ziniki chiroyli kiyimlar bilan Xudoning oldida tug'onga yetmaydi. Chunki namoz o'qidim Xudoning oldida, Allohning oldida bir paranglish, munojat qildigan bir holat bu namoz degan. Shunlashqa Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu o'ziga hazrat kirsa Nafi'ninki bir kim bilan namoz o'qiyotganligini ko'rgan. Ko'rib, sening ishki kiyiming bor-ku. Mesela ishkingni kendi bir kim ya bir ishkini chekkan bo'lsa yoki bir kim sendan bir yordam talab qilgan bo'lsa, albatta kiyib chiqarding ishki kiyimingni degan. Ha deganda. Elbette sen Xudo uchun chiroyli yasanishing eng loyiq sana. Alloh uchun eng chiroyli yasanishing kerak deb o'zinki bu xizmatchisiga bundan nasihat qildi. Endi 353 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Mutarrif Abu Mus'ab degan kishi so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Imom Buxoriyniki ustoz bo'lib Abu Mus'ab nomi bilan mashhur. Ismi Mutarrif ibn Abdullah ibn Mutarrif. O'zi Imom Malik rahmatullohi alayhniki jiyani bo'ldi. Sonrasinki bolasi bo'lsa kerak yo achisinki. 137-yilda tug'ilib Hijriyaning 214-yillari atrofida Madinada o'lib ketgan. Bu kishi hadis ilmida ishonchli degan bahoga erishgan doniq muhaddislarning biri. Bu kishi haqida ulamolar nihoyat nurg'un yaxshi baholarni bergan. Asosan bular bu ishonchli degan
mazmun bu jihatda bu odamga nihoyatda bakrak qo'llanilgan. Bu kishiniki buyuk ustozlardan Malik ibn Anas tag'isi, anasiniki aksi bo'ladi. Bu kishidan hamda hadis rivoyat qilgan kishilar İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali bu ikkilar nihoyatda doniq muhaddislarniki biri. Bu kishining hamda hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Buxoriyda bu kishiningki 2 hadisi bor, Tirmizida 1 hadisi bor. Undan boshqa kitoblarda hadislar bor, lekin bu yerda biz asosan shu mashhur 6 hadis kitoblaridagi rivoyatlarni ko'proq bayon qilib o'tamiz. Mutarrib degan ulamo deydi, bizga Abdurrahmon ibn Abil Mavali degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Ali ibn Abu Talibninki ozodgardisi 173-yili o'lib ketgan. Bu kishimi rostchil, ishonchlik degandek shu muhaddislarning yaxshi tilaklarga, baholarga erishgan buyuklarniki biri. Bu kishiningki hamda ustozlari Muhammad ibn Munkadir degan mashhur tabiin. Bu kishiningki shogirdlarimi bir-biridan sarxil. Hayatinqi Mutarrib degan kishi mush kishiningki shogirdi bo'ldi. Hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhflar qatorida bu kishiningki Sahih Buxoriyda 5 hadisi bor, Abu Davudda 3 hadisi bor, Tirmizida 1 hadisi bor, Nasaiyda 1 hadisi bor. Demak, mushu bu odamniki nihoyatda yaxshi tuhflarniki qatorida hisoblanadi. Bu zot Muhammad ibn al-Munkadir degan kishi rivoyat qilgan bo'lib, Muhammad ibn Munkadir boshda tarjima o'tgan. Hozir endi bir oz, ya'ni qayta deyish to'g'ri keldi. Bu zot mush Quraysh qabilasidan Abu Bakr Siddiq Oysha onamizga tuqqandochilik va buyuk tabiinlarniki biri. Hijriy 60-yil atrofida tug'ilib, 130-yillar hijriy mush Madinada o'lib ketgan. Nihoyat fozil, ishonchlik muhaddislarniki biri. Hem onun ustiga nihoyat dаңliq qarida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisini o'qigan vaqtida o'zini tutulolmaydigan, yig'lab turadigan, shunday ixlosi va muhabbati va Allohning rasuliga, shunday o'zini tutulolmaydigan buyuklarniki biri. Hem dаңliq qari, hem dаңliq muhaddis. Mush hadis ilmida masalan hafizlik jihatda bo'lsin, yoki hadis ilmidagi shu hadislarni puxta egallash tarafda bo'lsin, mayli suluk jihat, istili jihatdan zoitlikda bo'lsin ve delil sifatida o'ziniki dalilining quvvati, aqlning kuchliligi qatorida hujjat xarakterlik mana katta buyuklarniki biri. Asosan bu kishiga berilgan baholar, ishonchlik degan baholar nihoyatda ko'p. Bu kishiniki ustozlar kim degan vaqtda asosan sahoba, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, Said ibn Jubayr va hokazo qatorliq sahobalar. Hem cho'ng katta tabiinlarmi bu kishiniki ustozi bo'ldi. Bu kishidan ham hadis rivoyat qilgan kishilar ko'pincha Shu'bat ibn Hajjaj, Sufyan ibn Uyayna, İmam Malik rahmetullohi alayhi qatorliq buyuklar bu kishiniki shogird bo'ldi. Hamda hadis ilmi qo'shgan tuhf qatorida Sahih Buxoriyda 55, Tirmizida 37, Sahih Muslimda 33, Abu Davudda 26, Nasaiyda 25, Muvatta İmam Malikda 8 dan hadisi bor. Demak, bu hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida shu hadislar mush odamniki nomidan saqlanib kelgan. Bu nihoyat zo'r 1400 yildan buyanqi zo'r xizmat deyishga bo'ldi. Bu kishi deydi, Jabir ibn Abdullahning birli kiyimda namoz o'qiyotganligini ko'rgan edim. Va Jabir mundaq deydi. Jabir ustozi ham sahoba. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mushta bir kiyimda namoz o'qiyotganligini men ko'rgandim degan edi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.